Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, bizni ashaddiy obunachilarimiz. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar, charchamasizlar. Bugungi ishlaringiz barchalaringizga omadli olib kelyaptimi? O'tib ketgan bo'lsa ham 9-may xotira bayrami barchalaringizga muborakbod etib qo'yamiz. Oldin o'tgan bo'lsa ham, azizlar, bugun sizlarga bir yaxshi bir trendga qo'yiladigan bir video chiqarmoqchiman. Hammaga qiziq baliqchi akalarimizga shu videoni izlab yurgan bo'lishi ham mumkin. Buni sizlarga tayyorlab beramiz inshaalloh. Talistolo balig'imiz kelgan, o'shani yem berish jarayonini, qanaqa holatda yem beriladi, nima yem beriladi, nima ichiga aralashtirilib beriladi, o'shalar to'g'risida barcha ma'lumotni beramiz. Maza qilib bir o'rindiqqa o'tirib olib videoni tomosha qilsalaringiz sizlarga ma'qul bo'ladigan video bo'ladi. Videoni o'tkazmasdan maza qilib tomosha qilib tarsillatib bitta like deb bosingizlar. Keyingi videolarimizda tarqalishida o'zlaringiz hissalaringizni qo'shib qolamiz. Azizlar, videoni boshlashimizga sal fursat qilamiz. Biz videoni tomib boshlaymiz. Manzilimizni tushuntiradigan bo'lsam, manzilimiz Angor tumani Qoraqir mahallasida joylashgan baliqchilik xo'jaligi. Mana havzamizning yoniga yetib keldim. Sizlarga chiroyli qilib videoni boshlayman. Unda video boshlaymiz. Do'stlar, aytilganimizdek havzamizni bo'yiga yetib keldim. Talistolop chavog'i tashlangan havzaga, shu yerga talistolop chavog'i tashlangan. Sizlarga chiroyli qilib bir obzor qilib beraman. Mana ichida baliqlar katta bo'lib, kattarib yuribdi. Inshaalloh uni tez orada har kun videolashib ketyapmiz sotuvga qo'yishga. Yem berish jarayoni. Shunday baliq. Shu yerda balig'imiz. Aytgan bo'lsa kerak. Hazır. Shunday holatdagi balig'imiz. Necha kunlik bo'ldi endi bunga hozir? Bugun bilan 2sida kelgan bo'lsa 8 kunlik bo'lgan balig'imiz. Yo'q, do'stlar, ikkinchi slokini kelgan. Xullas bugun bilan 8 kunlik baliq bo'lgan. 8 kunlikda baliq holatiga kelgan bu. Ichida havzamiz ichida baliq. Inshaalloh kuni bilan xullas baliq misoli bo'lib boshlagan. Ikkisida kelgan bo'lsa 8 kunlik baliq bo'lgan. 8 kunlik baliq. Do'stlar, mana chiroyli obzor qilib beryapman. Maza qilibdi. Tomosha qilaversalaringiz, hozir jim berish jarayonini ham ko'rsatib ketaman. Qisqacha qilib videoni ko'p uzun qilmaymiz. Do'stlar, yana bir takrorlayman. Talistolop chavog'i 2-chislo kuni olib kelingan. Bugun 10. Ikkisi bugun 10 bo'lsa 8 kunlik baliq. 8 kunlik baliq. Birinchi tartib qoidani tushuntiradigan bo'lsam, mana suv tushirishdan oldin, hovuzga baliq boqishingizdan oldin mana shu holatdagi tegirmon setkani qo'yib suv tushirishingiz mumkin. Uni qo'ymasangiz mikrob ozuqalar o'tib ketib, hasharotlar o'tib, tashlagan balig'ingizni yeb qo'yishi mumkin. O'sha setkadan bo'lsa, suv toza holatga o'tib, baliqni yeyishga yo'l qo'ydirmaydi mana shu narsa. Mana shu narsa yo'l qo'ymaydi.
inshaalloh zakonni baliqxona. Do'stlar, bu inshaalloh nasib xudo xohlasa sotuv bo'limiga qo'yaman. Sotuv bo'limiga qo'yganimizdan keyin reklamaga qo'yib, bu yana bir 5-6 kundan keyin bitta obzor qilaman. Kunning kuni bilan hozir ayni sabablarga ko'ra video qo'ya olmay qoldim. Bitta 3 ta videoni. Endi bu yoqqa redka video qo'yib ketaveraman. Bugun 2-may kuni bo'lsa, 2-may. 2-maydan olib kelib tashlanmaydi. Bugungi chislamiz 10-may. Bugun bilan ikkisidan hisoblasangiz ham 8 kunlik baliq bo'lgan mana shunchidagi. 40 kunda tayyor bo'ladigan chavog'imiz ko'rinib qoldi. Salik ham tirnoqcha holatiga baliq kelib boshlagan. Oldingi kunga kelishiga nisbatan, lichinkaga nisbatan baliq holatiga o'zgarib boshlagan deyim. Bir maza qilib sizlar ham tomosha qilasizlar. Kommentariyada fikrlaringizni, mulohazalaringizni qoldirib, mana shu baliqchi qilayotgan akalarimizga, yangitda fermer bo'lgan akalarimizga mana shu videoni ulashib qo'ysalaringiz, baliq izlab yurganlarga sizlar ham o'zlaringizda yordamlaringizni qilasiz. O'sha akamiz ham baliq izlab yurgan akalarimiz sizlarni duo qilib baliq olishadi. Olmasangiz ham baliq izlab yurganlarga mana shu videoni ulashsangiz ham siz yordam hissasini qo'shgan bo'lasiz. Inshaalloh mana do'stlar, bu katta hovuzamizga uni hozir tayyor bo'lib turibdi. Buni bu yoqdan vizib bo'lgandan keyin bunga olib tashlaymiz. Katta hovuzimizga belamir chavog'ini. Mana hozir yem berish jarayonini qilib ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir to'liq video, birdaniga cho'tki video obzor qilib beryapman. Birinchi ma'lumotini, keyin yem berish jarayonini adinli video qilaman. Adinli video qilsam, hozir bunga qo'shsam, video manfaatsiz video bo'lishi mumkin. Kommentariyada negativ fikrlar yozib qolishi mumkin. Shuning uchun oddiy o'zini adinli video qo'yib beraman. Hozir bu videoni tugatganimdan keyin bu videoni adinli syomka qilib, adinli video qilib qo'yib beraman. Hozir bunga ulashib ketsam, kommentariyada negativ fikrlar yozilishi mumkin. Nimaga qo'shib yordingiz? Adinli qilsangiz bo'lmasmidi degan fikrlar yozilib qolishi mumkin. Shuning uchun shuning evaziga adinni hozir yem berish jarayonini adinli bitta video qilib beraman. O'zi boshlandi. Adinli video qilib beraman. Shu joyda videomizni yakun qilib qo'yamiz. Bittadan like bosib, tarsillatib like bosib, baliqchilikka qiziqayotganlarga tarqatib qo'yamiz. Rahmat. Keyingi video davomi ham chiqadi. Yem berish jarayonini adinli video qilaman. Rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.